Assalomu alaykum aziz obunachilarim, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun sizlarga fiyalkalar haqida yana bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Fiyalkalarimiz ba'zi bir holatda kasallanib, o'rtasi zang ko'rinishiga kelib qoladi. Zang ko'rinishiga kelib qolgan vaqti mana bu vodorod peroksid, ya'ni periksdan foydalanishimiz juda ham samarali natijani beradi. Bu eritma 3% eritma barcha dorixonalarda sotiladi va mana shu eritmani paxtaga yoki boshqa bir o'zingizga qulay narsaga bir botirib, buni o'sha fiyalkaning zanglagan qismini tozalab artib tashlasangiz, chiroyli natija yuz beradi. Mana misol uchun, mana kasallanib qolgan fiyalkani tashlab yubormadimda, o'rta qismini xuddi o'shanda aytganimdek qilgandim. Mana endi bundan nechta pasinkalar paydo bo'ldi. Bularni alohida yana sal katta bo'lgandan keyin olib ekib olsam, endi mana shuncha fiyalkaning sorti hosil bo'ladi. Mana yana bitta mana shunday o'rtasi kasallangan fiyalkani ko'rsatib o'taman. Buni qarang, mana o'rtasi shunaqa chiroyli ko'rinishga kelib qoldi. Endi mana chekkadagi barglarini yulib tashlab, rozetkasini to'g'rilab olsak bo'ladi. Yana bitta narsa, mana bargni, sinib qolgan bargni shunchaki qadab qo'yganman. Buni kalta qilib yo lezvada kesib o'tirmay shunchaki qadab qo'yganim mana mo'jiza bo'lib, mana detga uyg'ongan. Lekin bu detkani mana barglari ko'p bo'lsa ham ajratib bo'lmaydi. Sababi buni barglarini hammasi hali oq rangda. Endi yashil rang paydo bo'lib boshlagan. Buni yashash ehtimoli past ajratib olsak onasidan. O'shaning uchun mana bu yashil ranglar ko'paygandan keyin, ya'ni xlorofil donachalari ko'paygandan keyingina ajratib ekib olsak bo'ladi. Mana bu yog'ida alohida pasinka bergan. Mana pasinka bergan. Shu bilan birgalikda mana yana g'unchalar ham chiqazi boshlagan. Mana g'unchalari. Mana yana bitta shunaqa gulni ko'rsatib o'tmoqchiman. O'rtasi zanglab ketgan edi. Mana bu yog'idan ham yana chiqib boshlagan. Endi bular pasinka hisoblanadi. Bittasini qoldirib qolganlarini alohida olib ekib olib, mana shu bittasini o'rta rozetkasi hisobida o'stirib yuborishingiz mumkin. Buni mana barglari ham kuyib qolgan. Rangi o'zgargan mana barglarini ximerniy bo'lib qolgan. Bu oddiy arapaxa sorti. Aziz obunachilarim, fiyalkangiz kasallansa qo'lingizni cho'ktirmay, birinchi yordamni ko'rsatib, parvarish qilishda davom etishingizni maslahat beraman va siz o'ylamagan natijalar yuzaga chiqib, sizni yana ham xursand qilishi mumkin albatta. Mana shunday, mana piostrilar ham, oddiy sortlarda ham, minilarda ham bunday kasalliklar ko'p uchrab qoladi. Bu zang kasalligi va buni oldini olish uchun oddiy periksdan foydalanamiz. Bugungi ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha sog' bo'ling azizlarim.